Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi yana bir mebelimiz sinopga ham tugadi. Xo'sh, bu mebelni Andijon shahri, xo'sh, mikrorayondagi LG magazin orqasiga domlab sinopga qildik. Joyimiz mana ikki tarafga bo'lgan. 210 ga, balandligi 260 holatda bo'lgan. Bu yog'imizda ham bor. Bu haradendiy bo'lgan. Mikroraynga bu tarafga ham taqalardan qo'yib qo'yganmiz. Ruchkasiz holatda bo'lgan. Matoviy akrilda bo'ldi. Dak araga gire sovuq tashlagan akrilda. Hammasida push mexanizmlari bor. Bularni ham push qo'yib qo'yilgan. Xo'sh. Kilometri 2700 ming so'mdan bo'ldi. Bu yog'i bu tarafi 2600 ming so'm bo'lgan. Kafeli bu yoqda devoldi bo'lgan. Naryoqda o'zimiz yopishtirganmiz. Общий holati xo'sh, 10 million so'mga bo'ldi ikkala tarafda. Mebel ichida mo'ykamiz har doimgidek semisitllar bilan so'shil turbasi sochiladigan so'shilgasi, tashchasi, qo'shig'iga soladigan patlusimiz bor. Gaz bichishga uyg'asdan bo'lgan. Xo'sh, gaz bilan bichishgani santini urab beradi. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'rgan raqamlarga qo'yib chiqarasizlar. Xo'sh, bu yoqda oldinroq deydi ekan, ana gofrani chiqib ketadigan xodi, shuni hisobiga bu liniyani oldinroqqa chiqarib qilganmiz. Bundan ko'ra holatda bo'lgan.